Toshbaqa bilan Chayon ertaga. Toshbaqa bilan Chayon do'st edilar. Bir kun ular safarga otlandilar. Nogoh yo'lda bir anhorga duch keldilar. Chayon o'tolmasligini sezib, hayron bo'lib to'xtadi. Toshbaqa dedi: Ey aziz do'stim, senga nima bo'ldi? G'amgin bo'lib turibsan. Birodar, men bu suvdan qanday o'taman deb hayronman. G'am yema. Orqamga mindirib, seni suvdan bexatar o'tkazib qo'yaman. Toshbaqa Chayonni orqasiga mindirib suvga tushdi. Suzib borayotganida uning qulog'iga bir narsaning tiqirlagani eshitildi va Chayonning harakatidan shubhalanib so'radi: Eshitayotganim qanday ovoz? Nima qilyapsan? Nishimni sening qalqoningga sanchib ko'ryapman. Mening odatim xoh do'st orqasiga, xoh dushman sinasiga bo'lsin, nish urishdan iborat. Donishmandlar yomonga yaxshilik qilma deb bekorga aytmaganlar. Toshbaqa shunday dedi-yu suvga sho'ng'idi. Chayon esa suvga tushib halok bo'ldi.